Akalar, yoz kirib keldi, kunlar ham isib qoldi, to'g'rimi? Do'koningizda mahsulotlarni saqlashga qiynalyapsizmi? Akfabil tomonidan taqdim qilayotgan vitrinali xolodilniklar haqida eshitganmidingiz? Hozir sizga obzor qilib beraman. Akalar, bu muzlatkichimiz split turidagi muzlatkich hisoblanadi. Air Tourist Store Cladogen bilan ishlab chiqarib berganmiz. Dunyodagi eng mashhur kompaniyalardan Copland kompaniyasining kompressorlari o'rnatilgan. Nega aynan bu do'konga split turidagi muzlatkich tanlandi? Sababi do'konning ichida juda ham texnikalar ko'p bo'lgani uchun muzlatkichni issiqligi tashqarida bo'lgani afzal hisoblanadi. Shuning uchun agregat tashqarida bo'ladigan bo'lsa, do'konning harorati qizib ketmaydi. Bu muzlatkichimiz plyusovoy muzlatkich bo'lgani uchun oldini ochiq qilib berganmiz, lekin minusovoy modeldagi muzlatkichlarimiz ham bor. Uni oldini biz oynali yopiladigan qilib ham qilib berish imkoniyatini beradi. Bu albatta mijozlarni o'ziga tortib turadi, ya'ni mahsulotlarni chiroyli qilib ko'rsatib turadi. Muzlatkichimizning yon devorlarini pena poliuretandan quyib berganmiz. Bu albatta sovuqlikni saqlashga katta yordam beradi. Muzlatkichimizda boshqaruv paneli bor. Ushbu boshqaruv paneli orqali muzlatkichning haroratini, sozlamalarini to'g'irlab tursak bo'ladi. Bundan tashqari muzlatkichimizni LED yoritgichlar bilan yoritib qo'yganmiz. Bu albatta mahsulotlarni chiroyli qilib ko'rsatib turadi va bu yoritgichlarni biza demak o'chirib yoqish imkoniyatini beradi. Bu muzlatkichimizning uzunligi 2580 mm, kengligi 900 mm, balandligi bo'lsa 2030 mm tashkil qiladi. Agar sizlarga ham shunaqa muzlatkichlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Akfabil kompaniyasiga murojaat qilaverasizlar.